Kichik va o'rta biznes vakillarini qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlar faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida Soliq qo'mitasi rahbariyati joylarda tadbirkorlar bilan ochiq muloqotlar o'tkazmoqda. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Tadbirkorlar faoliyatida uchrayotgan muammolarni joyida o'rganish va ularga amaliy yechim topish maqsadida Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Jahongir Abdiyev Surxondaryo viloyatining Termiz tumanida faoliyat yuritayotgan kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashdi. Ochiq va konstruktiv ruhda o'tgan mazkur muloqotda tadbirkorlar tomonidan soliq imtiyozlaridan foydalanish, soliq hisobotlarini taqdim etish, qurilishi tugallamagan obyektlarga soliq hisoblash tartibi hamda qo'shilgan qiymat solig'idan hosil bo'lgan salbiy farq summasini qaytarish kabi masalalar o'rtaga tashlandi. E'tiborli jihati shundaki, uchrashuv davomida bildirilgan murojaatlarning aksariyati shu yerning o'zida hal etildi. Muddat talab etuvchi masalalar esa belgilangan tartibda nazoratga olindi. Mana bugun Surxondaryo viloyatida Soliq qo'mitasi rais o'rinbosari Jahongir Abdiyev ishtirokida tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Ushbu uchrashuvda tadbirkorlarni qiynab kelayotgan muammolari hal bo'ldi. Bizni Termiz parrandachilik fabrikamizda ham muammolardan biri yer solig'i bo'yicha tushunmovchiliklarni so'rab aniqlik kiritildi. Qolaversa, qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha 1-apreldan boshlab parrandachilik korxonalariga 50% to'langan qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib berish yuzasidan tegishli ma'lumotlarni oldik. Biz uchun bu uchrashuv juda manfaatli bo'ldi. Bir so'z bilan aytganda, bunday uchrashuvlar tadbirkorlar va soliq organlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni mustahkamlash, shuningdek, biznes muhitini yanada yaxshilash yo'lidagi muhim qadam bo'lmoqda. Zero soliqchi, ko'makchi tamoyildan ko'zlangan maqsad ham tadbirkorlik subyektlarining qonuniy manfaatlarini himoyalash va ularga har tomonlama ko'maklashishdan iboratdir. Muqaddas Panjiyev va Ilyos Rahmatov tafsilot informatsion dasturi uchun.